Xitoyning O'zbekistondagi elchixonasi bilan hamkorligida Shanxay hamkorlik tashkiloti amalda. Xitoy va O'zbekiston o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish istiqbollari mavzusidagi davra suhbati tashkil etildi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Ushbu hamkorlikdagi tadbirdan ko'zlangan asosiy maqsad Xitoyning Shanxay hamkorlik tashkilotiga raisligi doirasida o'tkaziladigan qator tadbirlar yuzasidan ma'lumot taqdim etish hamda O'zbekiston-Xitoy hamkorligining istiqbollarini muhokama qilish hisoblanadi. Ta'kidlanganidek, mamlakatimiz tashqi siyosatidagi ustuvor yo'nalishlardan biri bo'lgan Shanxay hamkorlik tashkiloti ochiq, pragmatik va keng ko'lamli o'zaro manfaatlarga asoslangan hamkorlik yo'lini davom ettirish uchun ko'p qirrali platforma sifatida namoyon bo'lmoqda. O'zbekiston-Xitoy o'rtasidagi munosabatlarni har tomonlama turli sharoitlarga mos holda strategik sheriklik darajasiga ko'tarish. Ikki davlat rahbarlari imzolagan deklaratsiyada ham turli tashkilotlar o'rtasidagi muntazam muloqot alohida ta'kidlanadi. 2024-2025 yillarda Xitoy Xalq Respublikasi Shanxay hamkorlik tashkilotiga raislik qilmoqda. Biz bugun Xitoy elchixonasi bilan birgalikda raislik doirasida Xitoyning ustuvor yo'nalishlari, qanday tadbirlar o'tkaziladi, shular to'g'risida ma'lumotga ega bo'ldik. Xitoy tomonidan ham O'zbekiston tomonidan juda qiziqarli ma'lumotlar, fikrlar bildirildi. Bizni markazimiz bilan umumlashtirilgan holda Xitoy elchixonasi bilan birgalikda tegishli tashkilotlarga mana shu takliflarni yetkazamiz. Уважаемый президент Shavkat Mirziyoyev придает повышенное внимание. Hurmatli prezident Shavkat Mirziyoyev Shanxay hamkorlik tashkiloti doirasidagi hamkorlikka katta e'tibor qaratadi. Har gal tashkilotning sammit yoki tadbirlarida ishtirok etib, aloqalarni yanada mustahkamlashga qaratilgan muhim tashabbuslarni bildiradi. Bular yashil energetika, sanoat kooperatsiyasi, raqamli transformatsiya, qishloq xo'jaligi sohasi, kambag'allikni qisqartirish kabilar. Ularning barchasi Xitoy-O'zbekiston munosabatlarini yanada kengaytirishda juda muhim. Biz Xitoy tomoni, davlatingiz rahbari tomonidan bildirilayotgan tashabbuslarni yuqori baholaymiz. Shanxay hamkorlik tashkilotining ham xalqaro maydondagi nufuzi tobora ortib bormoqda. Umid qilamizki, ushbu tashkilot doirasidagi O'zbekiston bilan aloqalarimiz yanada kengayadi. Tadbir yakunida ikki davlat o'rtasida millatlararo totuvlik, hamkorlik, hamjihatlik va do'stona aloqalarni mustahkamlash, o'zaro munosabatlarda xalq diplomatiyasi mexanizmlaridan keng foydalanish masalalari bo'yicha ekspertlarning tavsiya